Vaksina nima va u qanday ishlaydi? Birinchidan aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, tibbiyotning eng zo'r yutuqlaridan bittasi bu vaksinalarning yaratilishi bo'lgan. Chunki vaksinalar dunyoga kelgunga qadar juda o'tkir yuqumli kasalliklardan ko'pchilik butun qishloqlar, butun shaharlar nobud bo'lib ketgan. Vaksinalarning yaratilishi yuzaga kelishi bilan bolalar o'rtasidagi va kattalar o'rtasidagi o'lim keskin kamaygan. Keling, ko'p chiqamiz vaksina nima o'zi? Vaksina bu chala o'ldirilgan yoki jonsizlantirilgan qisman tirik, juda kam miqdordagi bakteriya yoki virusni tanaga kiritilishi. U tanaga kirganda kam miqdordagi infeksiya, u ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi, baribir tanaga kiritilgan yot jismga qarshi tanada o'zini maxsus mexanizmlar ishga tushadi va antitanachalar, ya'ni himoya askarlari ishlab chiqarish boshlaydi. Bu bo'lishi mumkin birorta virusni ko'ynakchasi yoki ro'molchasiga o'xshagan yoki uni kichkina bolachasi bo'lishi mumkin, lekin katta miqdorda o'zi emas. Shuning uchun tana qisman bu kasallikni o'zida o'tkazadi va unga nisbatan himoya tanachalarini hosil qiladi va uni o'zini immun xotirasida ushlab qoladi. Ya'ni kim, masalan, emlangan bola o'sha infeksiya tarqagan paytda shu muhitda bo'lib qoladigan bo'lsa, uni tanasida unga qarshi askarlar jamoasi bor. Ya'ni bu kasallikni og'ir formasi bilan kasallanmaydi yoki umuman yuqtirmaydi yoki yuqtirsa-da asoratsiz tuzaladi. Shuning uchun vaksinani nima ekanligini bilib, uni qanaqa ishlashini biladigan bo'lsa, onalarimiz o'rtasida vaksinaga qarshi tizim ham yo'qqa tushadi. Shuning uchun hozir men sizlarga shuni batafsil tushuntirib beryapman. Vaksina orqali o'zi qaysi kasalliklardan himoya qilinamiz? Birinchidan, vaksinalar o'ta xavfli, kontagioznosti, ya'ni yuqumlilik darajasi yuqori bo'lgan infeksiyalarga qarshi emlanadi. Masalan, bizni regionda qanaqa kasallar ko'proq uchraydi va boshqa mamlakatlarda. Masalan, bizni regionda uchraydigan kasalliklarga o'zi bizani davlatimiz tomonidan butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan kalendar asosida emlash kalendari tuzilgan. Bo'g'ma, ko'ko'tal, stalbnyak, poliomiyelit va gepatit B boshlang'ich shularda emlanadi. Nima uchun bu kasalliklar? Birinchidan, gepatit B qon orqali yuqadigan kasallik. Hech kim o'ziga kafolat bera olmaydiki, stomatologga bormayman, operatsiya bo'lmayman va bu kasallik yuqtirmayman deb. Bu kasallikni biz agar bolani dastlabki hayot nomidan o'sha infeksiya bilan tanishtirib qo'yadigan bo'lsak, kasallik hattoki yuqib kontakt bo'lgan taqdirda ham bola sirroz darajasida shu gepatitni o'tkazmaydi va unga nisbatan tanasida chunki himoya bor. Endi o'zingiz bilasiz, hammaga ma'lum, gepatit B ni sirrozdan o'lim darajasi qanchalik ko'pligini. Undan tashqari bo'g'ma kasalligi, bu difteriya deyiladi. Difteriyadan ham o'lim ko'rsatkichi akademik ishlab chiqarilmasdan oldin juda ko'p bo'lgan. Bu bo'g'mada asosan tomoqda o'sha infeksiya to'dalangandan tashqari yurakni toksik zararlanishi oqibatida insonda tez o'lim kuzatiladi. Shuning uchun umuman vaksinalar o'ta xavfli infeksiyalarga nisbatan emlanadi. Masalan, qoqshol infeksiyasi katta odammi, bolami o'tirpoqda ish qilayotgan paytida tushadi va bu infeksiyadan o'lim ko'rsatkichi juda ham yuqori. Undan qattiq tirishishlar oqibatida inson olamdan ko'z yumadi. Shuning uchun biz erta vaqtlarda shu infeksiyalar bilan tanani tanishtirib qo'yamiz va bulardan o'lim ko'rsatkichi hozirda ancha kamaygan. Masalan, poliomiyelit. Hozir poliomielitning asoratlarini juda ko'pchilik ko'rmagani uchun bilmaydi, emlanmasa ham bo'ladi deb o'ylashadi. Aslida poliomiyelit yuqtirgan bolalarni juda ko'pchiligida nogiron o'lim ko'rsatkichi hamda nogironlik darajasi yuqori bo'lgan. Ya'ni holsiz paralizlik yuzaga keladi va soppa-sog' tug'ilgan bolangiz oyog'i yoki qo'lida paralij alomatlaridan bir umrga tuzalmaydigan kasallik yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham biz xalqimizni shifokorlar sifatida doim chaqiramizki, bolalarni emlatinglar deb. Nimaga endi savol tug'iladi, nima uchun onalar bundan qo'rqadi deb? Chunki minglab emlangan bolalarda asorat bo'lmaganida, bitta emlanganda asorat bo'lgan ona buni internetga olib chiqadi yoki ijtimoiy tarmoqlarda gapiradi. Shuning uchun onalar o'ylaydiki, demak, hamma bolada ham shu vaksinalar asorat beryapti, emlatmayman deb. Emlatmaydigan bo'lsa, yuqoridagi aytgan kasalliklarim, qizamiq, epidemiya darajasida yuqori bo'ladi va bolaning tanasidan umuman oxirgacha ham chiqib ketmasdan pan-ensefalit asoratiga olib kelishi mumkin. O'ta xavfli, nogironlikka olib keladigan, pnevmoniyasidan hattoki o'lim kuzatiladigan infeksiya. Tepki, katta bolalar emlanmasa, katta bo'lganda o'g'il bolada ayoli tug'masligi mumkin, ya'ni bepushtlikka olib kelib qo'yishi mumkin. Bu ham bir umrga asorat kuzatiladi. Shuning uchun emlanadi. BCG bu nima uchun emlanadi? BCG bu tuberkulozga qarshi emlanadigan vaksina. BCG ni vaqtida qilinmasa, tuberkulozning meningit, septitskiy formalari bor. Yuqqandan keyin 1-2-3 kun ichida o'limga olib kelib qo'yadigan. Shularning asoratlarini oldini olish uchun bolani tug'ruqxonani birinchi kunidayoq BCG bilan, ikkinchisi esa VGB bilan, ya'ni gepatitga qarshi emlanadi. Oxirgi emlash kalendariga kiritilgan VPC virusiga qarshi emlash esa bu ayollar o'rtasida uchraydigan
bachadon rakini, bachadon bo'yni rakini oldini olish maqsadida qilinadi. Uni hech qanaqa nojo'ya ta'siri hali kuzatilmagan va rivojlangan mamlakatlar bizdan ancha oldin emlash boshlagani uchun hozirda ayollardagi o'sha jinsiy organlarida uchraydigan onkologik kasalliklarning keskin kamayganini tasdiqlashmoqda. Milliy emlash taqvimimizda nima uchun aynan shu yoshlarda emlanadi? Masalan, gepatit B birinchi sutka. Boya aytib o'tganimdek, u bolani qon bilan kontaktda bo'lishdan oldinroq emlanadi, chunki gepatit B ni yuqtirsa, bir umrga o'sha jigarda sirroz yoki hattoki tuzalmaydigan og'ir oqibatlarga, qon ketish alomatlaridan erta yoshli bolalarda uchrasa, gemorragik sindromdan o'lim kuzatiladi. O'shaning uchun ham kasalligi bola tug'ilishi bilanoq birinchi sutkasida emlanadi. 2-5 kun oralig'ida BCG emlanadi. BCG bilan OPV, ya'ni poliomiyelit. Bu poliomiyelit havo tomchi orqali ham, og'iz orqali ham yuqishi mumkin bo'lgan infeksiya va bolalarda bo'layotgandek nogironlikka olib keladi. Hali bola umumiy muloqotga ko'pchiligicha kirmasdan burnoq bu infeksiyalar bilan bolani tanishtirib qo'yadigan bo'lsak, yuqtirish ehtimoli kamayadi. Umuman emlash o'tkazilgandan keyin 2-4 hafta ichida immunitet hosil bo'lishni boshlaydi va bolani yetarlicha himoya qiladi. Keyin 2-oydan boshlab bizda penta vaksina kiritilgan. Buni tarkibida gepatit, ikkinchisi HIV va OPV hamda AKDS bor. AKDS tarkibida o'sha o'zi tarkibidagi o'sha ko'k yo'tal, difteriya, stabnak bor. Boya o'tganda yana qaytaraman, bu vaksina 3 marta emlanadi, 2-, 3- va 4-oyda. Nimaga emlanadi? Chunki o'sha birinchi emlangandagi qolgan antitanachalarning miqdorini yana ham tanada ko'paytirish maqsadida 2-, 3-si ham qilinadi. Qanchalik ko'p o'sha o'z vaqtida bu vaksina olinadigan bo'lsa, oraliq uzaytirilmasdan turg'un immunitet hosil bo'ladi. Hattoki mana qizamiqqa emlangan odamlarda o'sha bolalik paytida emlangan qizamig'i antitanachalari o'tkazmagan kasallik, o'sha antitanachalar 50 yildan keyin ham qonda aniqlangan. Shuning uchun ham bular bir umrga hattoki bu kasallikdan himoya qiladi. Shuning uchun ham mana shu biz belgilagan kalendar va buni faqat O'zbekiston Sog'liqni saqlash tashkiloti emas, butun dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan. Shuning uchun kalendar shu tarzda tuzilgan. Undan keyingisi bir xil vaksinalarda revaksinatsiya davrlari ham belgilangan. Chunki masalan KPK 12 oyligida emlanadigan bo'lsa va 6 yoshda yana qaytadan emlanadi. Nimaga? Chunki o'sha davrga borib ozgina shu immunitet susayish davri kuzatiladi va yana bir marta emlansa, bola maktabga chiqqanda tepki va qizamiqni yuqtirish ehtimoli anchaga kamayadi va bir umrli immunitet qoladi. Emlashdan keyin bola parvarishi. Emlashdan oldin bolani parvarishini emlashdan keyinga ham tayyorlaymiz. Chunki birinchidan bilishlik kerak bo'lgan narsa bu emlashgacha allergik mahsulotlar iste'mol qilmaslik, bolani ham allergik fonni kuchaytirib yubormaslik. Ya'ni bola o'ziga ham har xil narsani yedirib, o'sha ekstrativ kateral diatezi yoki atopik dermatlarni kuchaytirmagan holatda olib chiqishlik kerak va emlab bo'lgandan keyin bolani cho'miltirish mumkin, lekin uni o'sha ukol qilingan, inyeksiya qilingan joyini ezish yoki turli xil malhamlar qo'yish mumkin emas. Qarab turiladi, ezilmaydi va o'sha agar mabodo ukol qilingan joy qizarib, uni o'lchami kattalashadigan bo'lsa, shifoxonaga murojaat etiladi. Bu endi mahalliy reaksiya normal holatda ham bo'ladi. Ayrim holatda juda ham kam miqdorda yiringlash alomatlarini ko'rganman o'zim ham va bu juda ham kam bolalarda uchraydi. Uxot yaxshi qilinmasligi, o'sha tirnog'ini tagidan qichib yorib infeksiya tushishi oqibatida abses holatlari ham kuzatilishi mumkin. Shifokorga o'z vaqtida murojaat etish kerak bo'ladi. BCG va KPK masalan onasida spid bo'lgan va bolada hali spid bor yoki yo'q, ya'ni vich infeksiya bor yoki yo'qligi aniqlanmasdan burun bunaqa bolalarga qilinmaydi. Va bolalarda asoratlarni juda ko'pchilik o'zini tabiiy asoratini ham, ya'ni nojo'ya ta'sirini ham etib o'tishadi. Nojo'ya ta'siri bu vaqtinchalik bo'lib o'tib ketadigan narsa. Ya'ni isitmaning chiqishi bu normal holat, 38 gradusgacha bo'lishi mumkin va 3 kunlab davom etishi mumkin. Antitanacha hosil bo'lib, tana bilan tanishayotganlik belgilari bo'ladi. Tanadagi qaqshoqlar, og'riqlar ham bu ham normal holat hisoblanadi. Lekin bolaning tana harorati 39 gradusdan yuqori bo'lib ketishi va bola bu isitmani 3 kun 4 kunlab ushlab turishi shifoxonaga borib yotishga, hattoki o'sha postvaksinal reaksiya bo'limlariga yotishga ko'rsatma bo'la oladi. Undan tashqari bolada birinchi vaksina qilingan vaksinada kuzatilgan sudurga keyingi qayta vaksina olmaslikka ko'rsatma bo'ladi. Undan tashqari birinchi qilingan vaksinada anafilaktik shok vaksina qilingan bolalar yarim soat poliklinika sharoitida turib turishlik kerak, o'sha asorat kuzatilmasligi uchun. 3 milliondan bitta holatda asorat kuzatilishi mumkin shu anafilaktik shok, chunki bular
Lekin bu xavfli asorat 3 milliondan bittada uchrashi mumkin. U uncha uchramaydi. Endi bir xil payt immuniteti tanqis bo'lgan bolalarda, biz shifokorlar uni oldindan bilmaymiz. O'shaqa bolalarda vaksinani o'sha yetarlicha kichkina dozasi ham yaxshigina kasallik chaqirib qo'yishi mumkin. Meningitis asorat berib qo'yishi mumkin. Bu juda ham kam miqdorda bo'ladi. 3 mingta, 4 mingtadan bittada chiqib qolishi mumkin, balki milliondan bittada chiqib qolishi mumkin. Lekin bu chiqqan asoratni deb biz qolgan bu yoqdagi minglab bolalarning hayotini xavfga sola olmaymiz. Shuning uchun hammani massiviy emlaymiz va massiviy emlash oqibatida juda ko'p infeksiyalar hozirgi kunga kelib yer yuzidan hattoki yo'qotilgan. Mana chinchichak hamda poliomiyelit hozirgi kunda deyarli uchramaydi.